Assalomu alaykum hammaga obunachilar. Balyasina xizmati mana Samarqandda haliyam bitta anchagina metr ko'pgina metr borib kuyyapmiz. Jinday sovuq tushib qolgani sababli antimaroz bilan ishlanyapti. Xo'p, sizlarga bitta ko'rsatib o'tay. Mana qishda ish bo'ladimi, quyolasizlarmi deb balina o'ylanmanglar. Xudo xolasa kачествосiga, уровениga, hamma yo'g'iga inshaalloh javob beramiz. Hammasi chotki chiqyapti. Sovuq bo'lishiga qaramasdan zo'r, xudo xolasa. Bu uyni egalari ham shunga loyiq insonlar ekan, chotki qilib chiqarib beryapti. Juda yaxshi, samimiy insonlar ekan. Umrini uzoq qilsin, rizqini ulug' qilsin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 33 kod bilan 508 286